Jordan, Iordaniyaga keldim. Arabcha baribir. Yo'l ketdi. Yoshlar uchun maktab ekan. Masjid, maktab. Masjid, maktab uchun. Biz kech bo'lganda dush olgan keldik. Mana hozir mana suv, pitsa. Hammaga salom. Men hozir kattaman deb o'ylaysizlar. Yevropadan chiqib Jordan, Iordaniyaga keldim. Ko'rishlar mumkin. Tashqari havo juda issiq, 30 gradus. Xo'p, nima voqea bo'ldi aytib beraman. O'zbekiston fuqarolariga 30 kun kirish tekin bo'lgan Jordanga, lekin afsuski bu qonun hali ishga kirmabdi, lekin ishga kirgan sentyabrdan ishga kirish kerak edi. Hozir noyabr oyi, 2 oy bo'ldi. Lekin pasport kontrolda ruxsat berishmadi. 2 soat problema bo'ldi. Shuning orqasidan bosh og'riq va pul ketdi. Mayli, endi yaxshilikka endi sayohatga davom etamiz va hozir Aman poytaxt shahriga qarab ketyapman. Mana bu avtobusda ko'ramiz qanaqa davom etadi va shahar qanaqa, o'z fikrlarimni aytaman. Hozircha yaxshi fikrim yo'q. Hozir mana avtobusga chiqdim. Avtobus ko'rishlaringiz mumkin. Juda zo'r emas, eski avtobus. Shu avtobusda aeroportdan sentriga borish 4 euro. Mayli, endi ishlaymiz. Yevropadan ko'ra ancha qimmatga tushyapman. When you leave, house concert is like The one who's taking care of the house, cleaning the stairs, everything. this like Matrix. It's like a brand of here because I saw a lot of place. Yeah. Matrix. Now they will be in Jordan Uh-huh. after what the war in Gaza. They Boycott for cola, Pepsi. Cola, Pepsi, all And this American and those companies supporting Israel. Yes. So they boycott all these brands. And they make a So local now brand. they made this one. Since the war, they made this Matrix. They are smart. Everybody is drinking that. Yeah, I saw. I didn't see any like Fanta, Pepsi, Cola. No. I just see this Matrix, like 2 or 3 type of. There is a lot of them now. There is orange, there is citrus, there is cola. All is Matrix. Matrix cola. Jordanian Cola is Matrix. Yeah. Aman ko'chalari, Amandagi eng sentr joylardan biri. Bu joy soat 9:30 bo'ldi. Odam juda ham ko'p. Ko'rishlar mumkin. Biz hozir ovqatlangan chiqib ketyapmiz. Va odam ko'p ko'chada. Qiziq. Va yorug'. Hamma joy svetlo. Hamma joyda arabcha muzikalar, oshiqcha tuyularkan baribir. Xuddi nima deydi? O'zimizni stilga o'xshaydi. Vibe bor-ku. Arabcha baribir. Mashina juda ham ko'p, xuddi O'zbekistonda eslatadi. Zero. Lekin hamma joydagi mashinalar brendli mashinalar, qimmat mashinalar. Odamlar gapirmasin deb o'zim kamerani qarab qo'yapman. Ko'proq ko'chani ko'rsatkim kelyapti, lekin vaziyat bilmadim hali. Odamlar qanaqa qabul qiladi bu yerda? Muzikalarni eshitishlayapti.
The nightlife in Amman. But in Europe, in this kind of streets, mostly they don't allow to drive the car. Here, like it's like traffic. At the beginning, they were not allowing to drive cars here around. But then, I don't know why they suddenly allowed all of them to drive. They're making big traffic jam. Ben şu joyda ATM'ga kirdim. Men 15 euro pul yechmoqchi edim. 10 euro pul so'radi. 25 euro. Mazzam qochirib yubordi. Yechmadim lekin. Nesa işte 10 euro. Lekin qilmadim sababi chataq edi. No, mashina taksi meni scam qilmoqchi bo'ldi. Lekin o'xshatilmadi. Uni o'zim boshqa alohida tushuntirib beraman boshqa yo'lda. Hozir vaqt emas. Magazinda suvlarni ko'rishni mumkin. Futbol, hamma joyda futbol. Mana shunaqa. Sochga e'tibor bermaslar. Shunaqa chatoq. Ertaga yaxshilanib qoladi videoda, xudo xolasa. Mana biz To the same school. qaranglar, bu yerda masjid bor, bu yerda polni bino bor. Qaytayotganimda video olaman. Ishqilib bu binolar hammasi yoshlar uchun maktab ekan. Masjid, maktab, masjid, maktab uchun. Qoyil lekin. Maza qildim. Qorong'idaligi uchun ko'rinmayapti. Yoki ertalab men aylanay ekan. Bilmadim hozir. Chunki ertaga men ketishim kerak boshqa joyga. O'ylanib qoldim. Qolaymi ekan yoki deb. Chunki bu yerda ko'p narsa bor ekan. Mana qimmatbaho hotel ko'rdim. Faxr bayroqlar ko'rishni ham mumkin. O'z nomi bilan turishi ham, savlati bor. Mehmonxona ekan. Zo'r lekin ko'rishda davom etamiz shaharda. Boshida men shaharda oshxona ko'rmadim, lekin hozir hamma joyda oshxona ko'rishni mumkin. Hamma joy oshxona yotibdi. Mashinalar juda ko'p, palma daraxtlar. Havosi shunga futbolkada yuribman. Hozircha hali kelganimda kayfiyat yomon edi, chunki juda ham ko'p yomon ishlar bo'lib ketdi. Uni bir boshdan tushuntirib beraman. Hozir mana chetda mahalliy odam bilan yurganim uchun menga tushuntirib, o'rgatib, ko'rsatib yuribdi. Shuning uchun sayohatlashish kuraman. Ko'proq bilim olish uchun. Biz kech bo'lganda Sho'rdan keldik, mana ko'rishni mumkin. 1975-yildagi hozir eng mashhur ekan, chunki juda ham odam ko'p turibdi bu yerda. Qani ko'ramiz, bu o'sha Amman shahridagi eng zo'ri deyishdi. Menga ko'ramiz. Odamlarni ko'rish mumkin, juda ham ko'p. Ochiq juda ham ko'p. Ko'ramiz. Hozir mana ko'chada odam juda ham ko'p. Biz kebab sho'rlaymiz. Qurma. You know what to do? No.
Bu joy Jordanda Amman shahrida eng sentr joylardan bittasi. Men bu yerda bitta shekli mahalliy odam bilan bir kun qoldim. Tekinga hech qanaqa to'lovlarsiz shunaqangi ilova bor. So'rasiz bo'ladi. Bir kun uyingga qolsam bo'ladi, iloji bormi deb. Chunki men sababli bo'lib qoldi. Petraga ketishim kerak. 2 kun o'shdan hosil olgandim. Lekin avtobus kechirim bo'lmaganiga qolaman. Shunga ketolmaganim uchun chetda qolishga majbur bo'ldim. Lekin qolganimga achinmayman, juda ham chiroyli manzara. Mana bayroqlar bu yerda hozir qorong'ulik uchun ko'rinmayapti. Afsuski hozir soat 6 da va avtobusim bor, ketishim kerak. Keldi. Ammandan Petraga hozir shu avtobusga chiqib Petraga qarab ketamiz. Soatimiz 6 dan o'tdi, 6:30 da yuradi. 10:30gacha 3,5 soat vaqtda ko'rishlar mumkin. Avtobus 2 qavatli katta, mana bu katta yana ofisi. Transport juda ham qiyin. Naq Jordan davlatda transportation degan narsa juda qiyin. Yo siz do'stlaringiz bilan kelib rentlar qilishingiz kerak yoki avtobusni aeroportdan birdaniga gaplashish kerak 20 yevroga. 25 yevro atrofida bo'ladi. Petraga borish premi. Hozir men bu jetni Amman shahridan 10 GD, ya'ni 13 yevroga oldim. Hozir mana suv, pizza va bitta bo'lishga oldim. Bu taxminan menga 25 GD bo'ldi. Shu bola 1,5 yevroga tushdi hammasi. Yomon emas, lekin bunaqangi avtobus nima deydi, bekatni oldida bunaqangi arzon narx bo'ladi deb o'ylamadim. Chunki hamma odam bu yerda sizni mashinalik qilib pul yozmoqchi. Lekin bu magazinning odam aldamadi. Suvni ham oddiy o'zini narxida aytdi. Yaxshi. Hozir avtobusga chiqdik. Avtobus anchagina komfort, o'ylaganimdan ko'ra 13 yevroga mana ko'rishdayman. Men ovqat qo'ygan narsa, suv qo'ygani narsa. Eng qizig'i yoqqani oyoq qo'ygani joy bor ekan. Oyoq suvi oyoq olmaydi. Keyin mana stol uzunroq ekan. Masalan bo'ladi, o'yin olib olmaydi. Yo'limiz bexabar bo'lsa, biz manzilga qarab yo'l oldik. Bunaqa uzoq yo'llarda eng yaqin o'rtog'ingiz bir narsa bor. Uyg'onyapti. Bo'shlar mumkin, quyosh endi chiqyapti. Lekin hozirgi endi kuni ko'ramiz. Hozir qanaqa bo'ldi? Men kecha kuni aeroportdan chiqib ya'ni Petraga kelishim kerak edi. Afsuski kechqurun 3 soat cho'zilib ketdi, aeroportda qolib ketdim. Keyin chiqsam qorong'i tushdi va avtobus qolmadi. Faqat kelishga, chunki bu joy sentrdan, ya'ni poytaxtdan Petragacha taxminan 4 soatda yo'l. Avtobus bilan kamida 5 soat, mashina bilan 3 soat. Juda ham uzoq yo'l, 250 km. Xuddi Qo'qondan Toshkentga borganda qilgan. Keyin nima qildim? Avtobus oldimda sentrga bordim, poytaxtga. Chunki ilojim yo'q qaytib ketishga yoki aeroportda qolishga va poytaxtga bordim. Poytaxtda aylandim. Couchsurfing degan ilova bor, o'shani ishladim. 4-5 odam bilan tanishdim shu yerda.
lekin shu bitta odamni uyida yotib qoldim. Ko'chaga chiqdik, ovqatlangani. Ovqatga pul to'layman desam, yo'qsan mehmonimsan deb ovqatga pul to'ladi. Qaranglar, mana qanaqa odamlar. Nima deydi, madaniyat boshqacha va tayyorlanish usuli odamlar ham boshqacha. Shunaqa qilib ovqat olib berdi, u odam tekinga uyda yotib qoldim. Yana magazindan suv olsam, yo'q, olib beraman deb turib, nega olib beraman dedim. Va juda xursand bo'ldim ko'rganimda, ko'rishib, tanishganimda. Ko'plab ma'lumotlar aytib berdi Jordan haqida. Men Petraga yetib borganimda yo'lda aytib beraman. Hammaga rahmat.